qatordan bitta bo'linglar. Chiqmang yo'l ustiga. Sportchilar. Bitta qator bo'linglar. Что не значит, что такая Раиса? Bir qadam ol. Mayli oğlum. Mahmad aka ko'panga emasmi ekanmi? Endi ko'p emas. Assalomu alaykum. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا حجة يا رب العالمين Robbi Taala bugungi fayzlik bir tongda qilinayotgan qurbonlik ehsonlaridan o'qilingan Qur'on oyatlaridan hosil bo'lgan savob samarlarni mana shu Ishtixon tumanidan o'tgan barcha ulug' zotlar duoda umidvor bo'layotgan ahli ilmlar bugun yurtimizda bo'layotgan mana shunday obodlikni obodonlashtirishlikni eng asosiysi yurtimizning mustaqilligini ko'rishlikni orzu qilib o'tib ketgan ulug' ajdodlarimizni ruhlariga ana shu yo'lni qilinishligiga sababchi bo'lgan barcha rahbarlarimizni, mutasaddi tashkilot vakillarini, ota avlod, ona avlodlaridan duoda umidvor bo'lib o'tgan barcha ahli mo'minlarning ruhlariga hadoya qildik. Parvardigor olam ushbu savoblar va barchalarning ruhlarini bahramand, qabrlarni vosiy va munavvar aylagaysan. Robbi Taolo bugun yurtimizda juda katta o'zgarishlar, islohotlar bo'lmoqda. Bu bo'layotgan islohotlarni respublikamizning eng chekka viloyatlaridagi eng chekka qishloqlarda ham biz ko'rib guvohi bo'lyapmiz. Muhtaram yurtboshimiz bir narsani o'zlariga shior qilib olganlar. Xalqni rozi qilishlik degan. Bugun xalqimiz bo'layotgan ishlardan, islohotlardan, o'zgarishlardan, obodonchiliklardan rozi bo'lishyapti. Parvardigor olam mana shu xayrli ezgu ishlarda yurtboshimizga o'zing kuch-quvvat, g'ayrat, shijoat ato etgaysan. Robbi Taolo yurtimizda bo'layotgan bu islohotlarning hammasi sen ato etgan tinchlik ne'matini sharofatidan bo'lyapti. Yurtimizdagi bu tinchlik ne'matini bundan-da barqaror bo'lishiga nasib aylagaysan. Jannat makon, jonajon vatanimizda bundan-da gullab yashnashligini o'zing nasib aylagaysan. Bu islohotlarni boshida bosh bo'lib turgan muhtaram yurtboshimizni tan jonlarini sog' qilgaysan. Orozi samoy balo qazoridan o'zingni panohingda asragaysan.
bugun yurtboshimizni yonlarida bellarini kamarbasta qilib xizmatda turgan barcha rahbarlarimiz, viloyat rahbarlari, tumanimiz rahbarlarini qilayotgan ishlarini biz ko'rib guvohi bo'lib turibmiz. Bu ishlarda ularga kuch-quvvat, g'ayrat, shijoat ato etgaysan. Qilayotgan mehnatlariga mukofot o'laroq ikki dunyo saodatini ato etgaysan. Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va li azim sultanika va sallallohu ta'ala ala khayr xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim. Konuklar va shahrimiz mehmonlari, mana bugun muborak bir kun. Afrosiyob ko'chamizning ochilish marosimida sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Qadaminglarga qizorat, xush kelibsizlar. Ertalabdan bir yaxshi bir barakali kun. Men so'zimning boshida bitta narsani aytmoqchiman. Mana shu yaqinda 2 kun bo'ldi men safardan kelib so'rab, quruvchini ham, hokimni ham tergab turdilar, rahmat Baxtiddin aka. Shu baribir bizga shunaqa kerak, endi bir kishi so'rab turmasa ham bo'lmaydi. Bemalol ro bo'lib qolamiz-da ba'zida. Rahmat sizga ham, katta rahmat. Avvalambor minnatdorchilik bildiramiz men samarqandliklar nomidan sizga. Ham yetishimiz kerak, o'z-o'zidan bo'lmagan, xalqning puliga bo'lgan baribir. Shuning uchun buni saqlashimiz kerak. Qanaqada bir katta og'ir mashinalarni o'tishini qo'ymasligimiz kerak. Mana shu o'zi qancha yuk ko'taradi, shu darajasiga saqlashimiz kerak. Bir atrofga musor tashlagani qo'ymasligimiz kerak. Va hokazo buni endi saqlashni ham qilamiz. Ko'prikni ishga tushganlik munosabati bilan ishtiqonliklarni qolaversa, mana bu yoqda Qo'shrobod, bu yoqda Payari, birinchi mehmonlar kelgan bo'lish kerak. Ularni ham tabriklayman. Iloyim mana shunaqa ko'chalarimiz ko'payib boraversin. Davlatimiz yuksalib, rivojlanib boraversin. Prezidentimiz sog' salomat bo'lsinlar. Katta rahmat hammalarga. Bütün iştihon ahli barchangizni bu obod, go'zal, muhtasham ko'cha bilan tabriklashga ruxsat bergan. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda paxta bor edi. Paxta o'rilgandan keyin, terib olingandan keyin boshlanib, mana 5-6 oy ichida bir muhtasham, zamonaviy o'ta bunyodkorlik bilan tashkil etilgan yo'lni ko'rib, bugungi ishtihonni tarixida bir unutilmas kun bo'lgan ajoyib asrlarga tatigulik kunimizga tashrif buyurgan, viloyatimizdan kelgan, respublikamizdan kelgan aziz mehmonlar, qadrli ishtihonliklar, akalar, ukalar, opalar, singillar. Darhaqiqat bizning Ishtihon tumanimiz qadimdan dunyoga mashhur bir tuman bo'lgan. Qadimda Ishtihonlar davlatining poytaxti ham Ishtihon sanalgan. Shunday bir ajib yurtda yashaganimizdan har qancha faxrlansak arziydi. Mana bugungi bo'layotgan Ishtihondagi o'zgarishlardan faxrlanib, bir ishtihonliklar, ijodkorlar nomidan 2 misra she'r o'qimasak, davramizga yarashmasa kerak. Men mana shu bugungi bir unutilmas kunga atab 2 misra o'zimni she'rimni sizlarga o'qib eshittirsam, damlar o'tdi, charog'on kunlarga yetib keldik. Nurga to'la nurafshon kunlarga yetib keldik. Chor taraf chaman gulzor, tog'u toshlar lolazor. Ravon oshib keng ravon yo'llarga yetib keldik. Borliqni yo'qdan yondik. Qurdik yangi yo'l, ko'prik. Shukr orzular etgan kunlarga yetib keldik. Bedor kezar karvoning katta yo'lning boshida. Yo'l boshlagan sarvoning ayni yigit yoshida. Nurli manzil makoning oy yulduzlar qoshida. Tog'dek buyuk yelkangning to'lg'ongani rost bo'lsin. Ishtihonim uyg'onganing rost bo'lsin. Ka'bani tavof etgan hojalaring yurtsan. Murodi hosil murod jo'ralaring yurtsan. Vali o'g'li Bahodir to'ralar
yurtsan, tog'dek buyuk yelkangning, to'lg'ongani rost bo'lsin, ishtiholim uyg'onganing rost bo'lsin. Rahmat etinglar. Yana xuddi shunday tashkilotimiz Nevtesh Samarqand Mashar cheklangan jamiyat ko'prik ustasi Umarov Alijon Qo'ylanovich. Marhamat. Ko'prik ustasi Qo'chqorov Kasimboy Ibragimovichga marhamat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan yo'l ustasi Polvonov Muhammadali Shamrod Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsiz?
Ha. İyi. Yaşın rahmat. Rahmat kızım sağ olun. Taraftan bir oli dedim. Mana shu qishlangan ishlar bardavom bo'lsin. Shu ishlarni boshida bo'lganlarga Alloh Xudo madadkor bo'lsin. Amin. Bu yo'llarimiz doimo ravon bo'lsin. Amin. Muhtaram prezidentimiz, ularni qo'l ostida ishlayotgan hokimlarimiz barchalarni ishlariga Alloh madadkor bo'lib, xalqimizning farovonligi bundan-da ziyoda bo'lsin. Hammalarimizga katta rahmat, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin bu ko'prik. Shunday bo'lsin. Mana mashinalarga o'tirib qaytingizlar mana. Kayfiyat beramiz hozirroq. Hamid. Oh. Rahmat. Rahmat. Yer zo'r chiqdi shaharda. Zo'r chiqdi, men oldim barini. Ha, berdi. Yaşınız
100 metreden fiyat ekan. Yo'q, ko'prikni o'zimi. Ko'prikni 100 metreden alıyor. Yo'q, dahshat ekan. Maaşlar tagidan alıyor. Oqdaryoda, to'g'rimi? Hareketli hammalası dolar. Hareketli mal. Hareketli.